Ölümün mahiyetini tushungan vaqtimizda biz ölümni o'ldirgan bo'lamiz. Biz cho'ng bilgan bu dunyo ichidagi bütün xushalliqlar, bütün huzur halovat, bütün boyliqlarning hammasini qo'shgan vaqtida Allohning nazarida oxirat hayotidagi nozik ne'matlar va rizqlarga solishgan vaqtida pashaning qoni to'g'ri kelmaydi. Xuddi hayotlikning hammasi mushu dunyodan iboratdekla bütün tirishchiligimizning hammasini mushu dunyoga markazlashtiryapmiz. Faqat mushu dunyoda qiyinchilik topmaslik, mushu dunyoda go'zal yashash uchun bütün vaqtimizni sarf qilyapmiz. Ammo tuyuqsiz atrofimizdagi birasi yoki ko'z oldimizdagi biror yaqinimiz vafot topsa, qalbimizni qo'rqinch bosadi. Chunki uning kelgan o'limning bizga kelganligini bilamiz. O'zimizning bu dunyoga boqiy emas ekanligini his qilamiz. Chunki o'lim oldida hammamiz o'xshash ojiz. Mayli boshliq bo'lsin, mayli puqro bo'lsin, mayli puldor bo'lsin, mayli faqir bo'lsin, o'lim oldida ixtiyorsiz taslim bo'lamiz. Undaqda ko'z oldimizda o'limdan iborat qo'rqinchli bir hodisa bor ekan, u o'lim haqida o'ylanmaslik, o'lim uchun tayyorlik qilmaslik, o'limning mohiyatini tushunishga tirishmaslikdan aqlsizlik bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Chunki qanchalik go'zal yashayli, qanchalik pul topayli, qanchalik uylarga, qanchalik binolarga ega bo'layli, jiqamas balkim 40-50 yildan keyin shu narsalarning hammasidan ayrilamiz, biz tuproqning ostiga kirib ketamiz. Buni o'ylaganimizda qalbimizni qo'rqinch bosadi. Tinimiz shurkinadi. Yegan narsalarimizdagi, kiygan kiyimlarimizdagi, o'ltirgan uylarimizdagi, haydigan mashinlarimizdagi huzur halovatning hammasi qochadi. Chunki o'lim bizga bu narsalarning hammasining vaqtli ekanligini eslatadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'limni hadimul lazzat, lazzatlarni keskuchi deb atagan. Agar biz o'limni o'ylamay, psixologlar tavsiya qilgandek hozirmizda yashasaq, bugunimizda yashasaq, balkim vaqtli xushal yashay olishimiz mumkin. Ammo bu o'limni va o'limdan keyingi ishlarning hech qaysini o'zgartirmaydi. Bu xuddi tugu qushning qumg'i beshini tiqib olganiga o'xshash o'zimizni oldiga oldik. Shundaqla aqlli inson ko'z oldida o'limdan iborat bir tahdid kelsa, uni o'ylamay, hozirda, bugunda yasholmaydi. Chunki aqlli inson kechmishidan ibrat olsa, kelgusi qarta o'ylanadi, tafakkur qiladi, uning uchun tayyorlik qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aktiru zikri hadimul lazzat, lazzatlarni keskuchini ko'p eslanglar deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'limni lazzatlarni keskuchi deb atagan. Chunki ko'z oldimizdagi umoq farzandlarimizning ayrilganligimizni bir tasavvur qilib boqaylik. Mehribon ota-onalarimizning bir-birlab o'lib ketganligimizni bir o'ylab boqaylik. Jon tikib topgan pullarimizdan, uylarimizdan, mashinalarimizdan, yaxshi ko'rgan hamma narsamizdan o'lib ayrilganligimizni bir o'ylab boqaylik. Bizni lazzat qochadi. Ya'ni o'lim lazzatni kesadi. Nima uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom odamning mushunda xushalligini kesadigan, odamdan huzur halovatni ketkizib o'tadigan o'limni ko'p eslanglar deydi. Chunki o'limni ko'p eslagan vaqtimizda o'limning mohiyatini tushunishga tirishamiz. O'limning mohiyatini tushungan vaqtimizda biz o'limni o'ldirgan bo'lamiz. Ya'ni o'limdan hech qachon qo'rqmaymiz. Chunki biz u vaqtda o'limning yo'q bo'lishi emas, bir o'rindan yana bir o'ringa yo'tkirish ekanligini ko'rib olamiz. Chunki aslida bizning qo'rqayotganimiz o'lim emas, o'limdan bexud yashaganligimiz. Ko'zimizda dunyoning cho'ng'iyib oxirat hayotining kichiklab ketganligi, oxirat hayoti uchun hech ish qilmaganligimiz bu bizni qo'rqitadi. Yana bir qism kishilar o'limning mohiyatini tushunmaganligi uchun o'limdan qo'rqadi. Ya'ni o'limni abadiy yo'q bo'lish deb tushunganligi uchun o'limdan qo'rqadi. Amaliyotda o'lim yo'q bo'lish emas. O'lim bir dunyodan yana bir dunyoga yo'tkirish. Chunki Alloh taolo bütün insoniyatni 4 dunyoni besib o'tadigan bosqichda yaratgan. Ya'ni biz insoniyat tunji qatim ona rahmidan iborat birinchi dunyoda yashaymiz. Ikkinchi qatim tug'ilgandan keyin bu dunyodan iborat imtihon maydonida yashaymiz. Uningdan keyin o'limdan iborat bu hodisa orqali barzaxiy dunyoga yo'tkilamiz. Uningdan keyin qiyomat turgandan keyin abadiy hayot bo'lgan oxirat dunyosiga yo'tkilamiz. Mana bu 4 dunyo mayli musulmon bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, hammasi besib o'tadigan dunyolar. Bizning ona rahmatidagi dunyomizning vaqti bo'lsa, nihoyat qisqa bo'ladi. Ya'ni 9 oy atrofida bo'ladi. Undan keyingi bu dunyo hayotimiz, ya'ni imtihon maydoni bo'lgan bu dunyo hayotimizning vaqti 60 yil yoki 70 yil yoki 100 yil bo'ladi. Undan keyingi, ya'ni o'lgandan keyin qiyomat turg'uchi bo'lgan hayotimiz bo'lsa, barzaxiy dunyosi bo'lib, buning vaqti dunyo hayotidan uzunroq bo'ladi. Undan keyingi hayotimiz, ya'ni qiyomat turgandan keyingi abadiy hayotimiz bo'lsa, bu cheksiz bo'ladi.
Bizning ikkinchi dunyamiz bo'lgan bu dunyo imtihon maydoni. Alloh taolo allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hayotlik va o'limni sizlarning qaysinglarning yaxshi amal qilganligini imtihon qilish uchun yaratdim deydi. Ya'ni ikkinchi dunyomiz bizning imtihon maydonimiz bo'lib, bu dunyoda nima ish qilganligimiz, imtihonni qanday berganligimiz bizning barzax dunyosidagi ahvolimizni belgilaydi. Barzax dunyosidagi ahvolimiz bo'lsa, oxiratdagi, ya'ni abadiy hayotdagi ahvolimizni belgilaydi. Chunki qabra, ya'ni barzax hayoti bo'lsa, oxiratning tunji manzili. Demak, hayotlik, xushallik, huzur, halovat, hatto jazo, mukofot faqat mushu dunyodan iborat emas. Bu dunyodan keyin ikki dunyo bor. Innama hadihil hayatud dunya mata'. Bu hayoti dunyo faqat vaqtlik foydalanishdan iborat. Va innal axirata hiya darul qaror. Oxirat hayoti bo'lsa, sizlarning qarorgohinglar, eng oxirida boradigan joyinglar deydi. Demek bu dünya hayatı vaqtliq foydalanadigan joy. Shuning uchun bu dunyodagi xushallik, huzur halovatning hammasi vaqtliq. Haqiqiy xushallik, abadiy huzur halovat bo'lsa, oxirat hayotida. Shuning uchun Alloh taolo yana bir oyatda "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Kimki bu dunyoda bir yomonlik qiladi ekan, uning jazosini oxirat hayotida tatidi. "Va man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah." Kimki mu'min holatida mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin, bir yaxshi qildi ekan, ana shular jannatga kiradi. Yurzaquna fiha bighayri hisab. Ular jannatda hisobsiz rizqlantiriladi. Alloh taolo bu oyatlar orqali biz butun xushallikni izlayotgan bu dunyoni sizlarning vaqtlik foydalanadigan joyinglar. Ya'ni qanchalik xushal bo'lib ketinglar, qanchalik huzur halovat olib ketinglar, ularning hammasi vaqtlik. Sizlarning abadiy qarorgohinglar, mangulik turadigan joyinglar bo'lsa, oxirat. Agar yomon ish qilsanglar, u abadiy hayotinglarda shuning jazosini ko'rsizlar. Agar yaxshi qilsanglar, uning mukofotini ko'rib jannatga kirsizlar. Sizlar izlagan abadiy xushallik, abadiy huzur halovat ana shu jannatda, u yerda hisobsiz rizq bilasizlar deydi. Odatda insonning qalbi xushallikqa, huzur halovatga, rohatga to'ymaydi. Biz bu dunyoda ba'zi narsalar orqali xushallik topmoqchi bo'lamiz. Mashina olamiz, xushal bo'lamiz. Yangi uy olamiz, xushal bo'lamiz. Pul topamiz, xushal bo'lamiz. Ammo bu xushalliklarning hammasi vaqtli. Ya'ni o'lim bu xushallikning hammasini oxirlashtiradi. Bizning qalbimizdagi xushallikqa bo'lgan cheksiz intilish, huzur halovatga intilish u jannat uchun yaratilgan. Shuning uchun bizning qalbimiz bu dunyodagi xushallikdan qanoat topmaydi. Chunki Alloh taolo yuqori oyatda va undan boshqa nurg'un oyatlarda biz cho'ng bilgan va biz butun xushalligimizning hammasini izlagan bu dunyoni vaqtliq foydalanagan joyinglar, yaxshi ishlarni qilish orqali abadiy hayotinglar uchun uzuq to'playdigan joyinglar deganga ishorat qiladi. Biz cho'ng bilgan bu dunyo ichidagi butun xushalliklar, butun huzur halovat, butun boyliqlarning hammasini qo'shgan vaqtida Allohning nazarida oxirat hayotidagi noz ne'matlar va rizqlarga silishgan vaqtida pashining qoni to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma." Agar dunyo, ya'ni dunyo va dunyoning ichidagi butun narsalar, binolar, huzur halovatlar, xushalliklar, dunyoda bor xushallik va huzur halovat boyliqning hammasini qo'shgan vaqtida Allohning nazarida agar bir pashining qoni to'g'ri kelgan bo'lsa edi, bu dunyodan kofirga bir yutum suv bermagan bo'ladi deydi. Demek biz cho'ng bilgan, biz butun xushalligimizni izlagan, butun tirishchiligimizni ko'rsatgan, butun mol dunyolarimizni mushu yerga to'plagan mushu dunyo oxirat hayoti va Allohning nazarida bir pashining qoni to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda biz nimaga erishgan bo'lmayli, nimalarni topgan bo'lmayli, dunyoda erishgan narsalarimizning hammasining vaqtliq foydalanadigan nihoyat oz narsa ekanligini bizga eskartadi. Va ma utitum min shay'in famata'ul hayatud dunya. Dunyoda nimaga erishgan bo'lsanglar, bino, uy, mashina, pul, bola, sizlar cho'ng bildigan nimaga erishgan bo'lsanglar, famata'ul hayatud dunya. U faqat dunyodagi vaqtliq foydalanan narsa. Va zinatuha, va u dunyoning odamni aldaydigan zinnatlari. Va ma indallohi khayru abqa. Allohning qashidagi, ya'ni oxirat hayotidagi ne'matlar, huzur, halovat va xushalliklar mangu qoladi, qo'linglardan chiqib ketmaydi. U yaxshi. Afala taqilun. Aqlinglarni ishlatmamsizlar. Ya'ni o'ylab boqmamsizlar. Ya'ni dunyoda qanchalik narsaga erishinglar, u qo'linglardan chiqib ketadi. Oxirat hayotidagi abadiy hayotdagi ne'matlar, huzur, halovatlar u qo'linglardan chiqib ketmaydi. Aqlinglarni ishlatinglar. Bu vaqtlik manfaatni deb abadiy hayotni unutmanglar. Vaqtlik dunyo manfaatiga, abadiy hayotdagi baxtinglarni tegishmanglar.
Ammo inson nəhayət tuzkor və aqlsiz. Erişgan narsalarimizning, topgan pulimizning qo'limizning chikitadiganligini bilsakmi, ya'ni abadiy hayotga uzuq to'plamaymiz. Ozroq dunyo manfaatini deb abadiy hayotdagi baxtimizni tegishimiz. Dunyodagi huzur, halovat va xushallikni deb Alloh cheklagan ishlarni qilamiz. Shuning bilan abadiy hayotdagi xushalligimiz qo'ldan ketadi. Yana bir oyatda Alloh taolo bizni ogohlantirib, "Fala tag'urrannakumul hayatud dunya." Sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin. Ya'ni sizlar dunyoga aldanmanglar. Dunyodagi hayotinglar sizlarning asli, haqiqiy hayotinglar emas. Sizlarning haqiqiy, asli hayotinglar jannatda, oxiratda. Shundaqla dunyo hayotini sifatlab, dunyo hayoti faqat o'yin tomoshadan iborat. Va innad daral axirata lahiyal hayavat. Oxirat hayoti u mangu qoladigan, mangu o'lmaydigan yeringlar. Demek biz ahiret hayatının ölmeydiğen, ebedi yaşaydiğen, haqiqiy bizning asli yurtimiz ekanligini, shundaqla bu dunyoning vaqtliq yaşaydiğen imtihan maydoni ekanligini bilgan vaqtimizda biz o'limning yo'q bo'lishi emas, ayrilish emas, bir dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish, ruhimizning jasad kiyimini silish ekanligini bilalayimizda o'limdan qo'rqmaymiz. Aksicha o'limga tayyorlik qilamiz. Alloh taolo bizga buncha oyatlarda o'limning mohiyatini tushuntirdi. Yani ölümning yo'q bo'lishi emas, bir dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish, ruhning badan kiyimini silish ekanligini tushuntirdi. Shundaqla bu dunyoning vaqtliq imtihon maydoni ekanligini tushuntirdi. Yana shundaqla o'lgandan keyin barzaxiy hayotdan keyingi abadiy hayotning, ya'ni oxiratning bizning asli yurtimiz ekanligi, u yerda agar biz dunyoda yaxshilarni qilib, majburiyatimizni ado qilib, oxirat uchun uzuq to'play olsak, abadiy hayotimizda baxtli yashaydiganligimizni xabar berdi. Shundaq turib biz yana o'limdan bexud yashasak, ölümge tayyorlik qilmasak, oxirat hayotimiz uchun uzuq tayyorlamasak, faqat hayot mushu dunyoda iboratdek bütün tirishchiligimizni, bütün kuchimizni mushu dunyoga sarf qilsak, bizning hayvondan nima farqimiz qoladi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Law ta'lamul bahaimu minal maut ma ya'lamu banu Adam ma akaltum minha samina." Agar charpay hayvonlar, ya'ni qo'y kalalar o'lim haqida sizlar bilganchilik bir narsa bilgan bo'lsa, sizlar ulardan simizni yeyolmaydinglar deydi. Yani qo'ylar, kalalar, hayvonlar agar Alloh taolo bizga xabar berganchilik, o'lim haqida, jannat haqida, do'zax haqida xabar berilgan bo'lsa, ularga u hayvonlar g'am andishidan samiralmagan bo'ladi deydi. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan "Eyyul mu'minine ekyas." Ey Resulullah, müminlerin en akıllığı kim deb so'radi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam: "Ekseruhum lil mevti zikran ve eşedduhum isti'dadan lahu ulaika humul ekyas." Ölümni köp esligenleri, yani ölüm hakkında köp oylanganları ve onun için en qattiq tayyorlik qilganları ana shular aqlliq müminler. Çünkü biz ölümni unutgan vaqtimizda ölümden bexud yaşaymiz. Ölümden bexud yaşasak ölümge tayyorlik qilmaymiz. Çünkü bu vaqtda dünya ko'zimizda cho'ng'iydi. Tirishchiligimizning hammasini faqat mushu dunyoga markazlashtiramiz. Mushu dunyoda go'zal yashashni, mushu dunyoda jafo tortmaslikni o'ylaymiz. Mushu dunyoda huzur halovat izlab halol harom ayirmaymiz. Haromdan huzur izlaganlarga, haromdan xushallik izlaganlarga huzur, xushallik harom bo'ladi. Oxiratni unutib dunyoga dum tushgan, hayotlikni faqat mushu dunyodan iborat ko'rgan kishilarga nisbatan hayotlik xuddi dengiz suvi ichganga o'xshaydi. Ichgan siri qonmaydi. Oxiri o'lim bilan to'xtaydi. Biz o'limni eslagan vaqtimizda dunyo ko'zimizda kichiklaydi. Haqiqiy hayotning oxirat hayot ekanligini tunib yetamiz. Haromdan qochamiz. Alloh buyurgan ishlarda mustahkam turamiz. Alloh cheklagan ishlardan keyniga yanamiz. Tövbəga aldiraymiz. Ibodatda aktiv bo'lamiz. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni davomli o'limni ko'p eslanglar deydi. Biz ölümni eslagan vaqtimizda ölümge tayyor holatda yashaymiz. Ölüm kelsa-mu pushaymon qilmaymiz. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kafa bil mauti wa'ida. Vaz nasihat jihatda bir odamga ölüm yetarlikdir deydi. Yani ko'z oldimizda kishilar o'lib ketyapsa, biz yana nima deb bexud yashaymiz? Nima deb uyqumizni ochmaymiz? Nima deb mushu dunyolar markaz qilib yashaymiz? Nima deb oxirat hayoti uchun uzuq to'plamaymiz? Chunki o'lib ketamiz ya. Shu topgan pullarimizning hammasi qilib qoladi. Faqat asqitidigini Alloh uchun qilib olgan yaxshiligimiz, qayrilib olgan pullarimiz, ajratgan vaqtimiz. O'lim haqida ko'p o'ylanib, o'limning mohiyatini tushunsak, o'limdan qo'rqmaymiz. Chunki bu vaqtda o'limning yo'qolishi emas, mangulik ayilish emas, bir dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish ekanligi, ruhimizning badan kiyimini serish ekanligini ko'rib olamiz. Hatto biz o'limning mohiyatini haqiqiy ravishda tushungan vaqtimizda o'limni orzu qilib qolamiz. Masalan, ko'pinchimizning o'lib ketgan otalarimiz yoki onalarimiz bor. Ular bilan kurashganlar yo'qmi? Albatta bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan kurashganlar yo'qmi? Sahobalar bilan kurashganlar yo'qmi? Ular bilan Badr haqida, Uhud haqida paranglashganlar yo'qmi? Yusuf alayhissalomning jamolini ko'rganlar yo'qmi? Yunus alayhissalomdan biliqning qonidagi ahvollarni so'g'inlar yo'qmi? Musa alayhissalomdan Fir'aun
haqida so'g'inlar yo'qmi? Shuni o'xshagan nurg'unlagan ulug' kishilar bor. Biz kurashni orzu qiladigan. O'lmaydi, ular bilan kurashamaymiz. O'lib ketgan ota-onalarimiz, bolalarimiz, tuqqanlarimiz bilan kurash uchun ölüşümüz kerak. Demek ölüm korkuduğun narsa emas. Bir-birlik kişilerden ayrılmamız, yana bir-birlik kişiler bilan kurashimiz. Ammo qo'rqishlik tegishlik bo'lgani o'limdan bexud, o'limga tayyorlik qilmay, faqat mushu dunyolar markaz qilib, tirishchanligimiz, kuchimiz, vaqtimizning hammasini mushu dunyoga sarf qilib, oxirat hayotimiz uchun bir ish qila olmay ketishimiz ma eng qo'rqinchli tegishlik ish. Hayatımız boyunca nurg'un jafolarni tortamiz. Nurg'un qiyinchiliklarni beshimizdan o'tkazamiz. Nima uchun? Faqat mushu dunyoda bir uy selish yoki bir bino olish yoki mashina olish uchunmi? Shunda tirishib uy solli, mashina olli, bino olli, undan ayrilamiz. Bir odam hayoti bo'yicha tirishib faqat mushu dunyodan bir ish qilib, oxirat hayoti uchun bir ish qilmasa, bu haqiqatan qo'rqishga tegishlik va afsuslanishga tegishlik bir ish. Chunki o'lim farishtasi kelgan vaqtida bizning tunji qildigan ishimiz pushaymon bo'ladi. Ma'lum bir kuni qishimizga o'lim farishtasi kelib bizning jinimizni oladi. Ammo Allohdan qo'rqqan, halol haromni ayirgan, Allohning buyruqlariga bo'ysungan, oxirat hayot uchun uzuqliq to'plagan, hayotlikni faqat mushu dunyoda iborat ko'rmagan, o'zining asli yurti jannat ekanligini bilgan kishining qishig'i keladigan farishta bilan oxirat hayotini unutgan, Allohning buyruqlariga bo'ysunmagan, oxirat hayot uchun uzuqliq to'plamagan kishilarning qishig'i keladigan farishtalar o'xshamaydi. Ularning jinni elish usuli o'xshamaydi. Hatto ularning sakratdagi azabı o'xshamaydi. Sakratdagi o'ylari, tushanchalari, fikrlari va farishtaning talab qiladigan ishlari o'xshamaydi. Bir mu'minning qishig'i qanday farishta keladi? Allohning buyrug'iga bo'ysungan, oxirat hayoti uchun bir ishlarni qilgan, kuch chiqargan, vaqt sarf qilgan, iqtisod sarf qilgan kishilarning qishig'i qiladigan farishta qanday keladi? Uning jinni qanday oladi? U mu'minning sakratdagi ahvoli qanday bo'ladi? Sakrat azobi qanday bo'ladi? Bu tafsilotlarga qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda.